Talabalar, do'ppingizni osmonga oting. Sababi endi amaliyot davrida ham 2,60,000 so'mgacha stipendiya olishingiz mumkin. Gap shundaki, O'zbekistonda bitiruvchi kurs talabalari uchun yangi imkoniyat yaratildi. Endilikda Mening birinchi kasbim dasturi doirasida tanlab olingan talabalar amaliyot o'tash vaqtida har oy 2,60,000 so'mgacha qo'shimcha stipendiya olishlari mumkin. Buning uchun talaba, oliygoh va ish beruvchi o'rtasida uch tomonlama shartnoma tuziladi. Dastur nafaqat amaliyot, balki yoshlarning kelajakdagi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga ham qaratilgan. Shuningdek, istiqbolli startap loyihalar yaratish xarajatlarining 50% gacha qismi qoplab beriladi. Zarurat tug'ilganda talabalar chet eldagi qisqa muddatli kurslarda qatnashishi uchun 2,60,000 so'mgacha mablag' ajratilishi ham belgilangan. Mazkur dasturga jami 15 million dollar yo'naltiriladi. Bundan tashqari, yoshlar va talabalar uchun biznes boshlashga mo'ljallangan imtiyozli kreditlar ajratilib, qariyb 100 mingta yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilmoqda. Ushbu xabarni barcha talaba va bitiruvchi tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha bu dastur yoshlarning bandligini oshirishga yordam beradimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklarga motor kanalida kuzatib boring.